Asosan qanaqa zdaniyalarga qilinadi deganlar uchun zavodlarga, maktablarga, to'xonalarning oldi qismidagi pollarga ko'rishingiz mumkin. Akalarimiz hozir furalar uchun juda ham katta sammoyka qilishyapti ekan va poliga mana bunday qilib piroshkadan chaqlab yaltiratib berishyapti ekan. Buni nima afzalligi bor desangiz, bu changamaydi, keyin og'ir yuk avtomobillarini tirganda ham sinib ketmaydi. Ko'rishingiz mumkin, betonlar yoki oddiy beton qilinsa yorilib, chang ko'tarilib yoki mana karchir urilganda ustlari uchib ketishi mumkin, yorilib ketishi mumkin. Ish jarayonini ko'rishingiz mumkin. To'xonalarga bo'lsa, mramni kiroshka qilib berishar ekan, narxida farqi bo'lar ekan. Lekin mramni kiroshkani ham hozirga qo'yib beraman. Uni xohlagan ranglayinda qilib berishar ekan va ajralib turgan narsasi, qaranglar, buni alohidadan chaqlab cho'tka qilib berishar ekan, yaltillab turar ekan. Xudo xolasa hozir men sizlarga buni to'liq qilib videolarni qo'yib beraman. Bu asosan qanaqa zdaniyalarga qilinadi deganlar uchun zavodlarga, maktablarga, to'xonalarning oldi qismidagi pollarga, mana bunday sammoykalarga, xohlagan turlaringdagi chang chiqmasin, mustahkam bo'lsin polni salang, mana shunaqa mramni kiroshka xohlasaling oddiy teshkani ustini ham shunaqa qilib chaqlab cho'tka qilib berishar ekan. Bemalol aloqaga chiqsang bo'ladi. Akamlarning nomerlarini opisiyaniyada qoldiraman.